bugun dunyodagi jami bizni eshitib turgan har bir musulmonga bir nido qilamizki, ey aziz aka, uka, opa-singil birodarlar, mana bu dunyoga bekardan bekar kelmadik. Bekardan bekar umrimizni, vaqtimizni o'tkazishlik uchun kelmadik. Dunyoni obod qilish uchun kelmadik, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo siz u bizlarga butun umr Robbimiz aytayapti. "Va ma xalaqtul jinna val insana illa liya'budun." Men jin va inson toifasini yaratmadim, illo o'zimga ibodat qilish uchun yaratmaydi Alloh subhanahu. Mana jin va insonlarni Alloh subhanahu o'ziga ibodat qilish uchun yaratdi. Dunyoni obod qilish uchun emas. Dunyoda lazzatlanib, mag'rurlanib kibrlanishish uchun emas. Alloh subhanahu taolo dunyo haqida aytadi Rasulullohga. Ey Muhammad, qul mata'ad dunya qalil. Ey Muhammad, dunyo matoh oz deydi. Mana shu oz bo'lgan matohga aldanib, ertaga jahannam sotib olmaydi, birodarlar. Bugungi bizlarga berilgan vaqtlar, ilmlar, mol dunyolar, yoshligimiz bugun g'animat. Bugun biz xotirjam yurmaylik. Bugun bizlarni voyaga yetishimiz bilanoq 10 yelkamizda bir farishta doim solih amallar yozib boradi. Va chap yelkamizda farishta esa voyaga yetishimiz bilanoq jami gunohlarimizni to o'lguncha yozib boradi. Mana bu narsa haqiqatan ham achinarli narsa. Bir inson gunohini esdan chiqaradi, lekin bu yozilib turibdi gunohi. Sahifasida turibdi. Bu yerdaga bu gunohi o'zining zarariga hujjat bo'ladi. Zero inson mana bu hayotda taqvo qilib, Allohdan umid bilan yashaydigan bo'lsa, gunohlarni mag'firat qilishadigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo eng rahimli, Rahmon zot gunohlarni mag'firat qiladi. Birodarlar, har bir musulmon qiyomat kunida qadami siljimaydi. 4 ta narsadan hisob kitob qilinmaguncha, ya'ni shu 4 ta savol qilinmaguncha qiyomat kuni o'rnidan qadam jilmaydi. Ulardan birinchisi hatta insana an arba'ina an umrihi. Umrini qanday ishlar bilan ya'ni fano qilding, o'tkazding. Berilgan vaqt 60, 50, 40 yil vaqtlar nima o'tyapti? Kino serial ko'rishlik bilan o'yinlar bilan o'tyaptimi? Sigaret chekib, nosga qimir o'ynab, cho'g'ini o'tiribsizlarmi 10 soat, 2 soat, 3 soatlab? Mana vaqtda albatta qiyomatga suriladi. Va ikkinchisi fima afnahu va an shababihi. Ya'ni va yigitligini qaysi ishlarga sarf qilding? Ya'ni mana shu yoshligini, yoshlar, bo'ydoqlar bilib qo'yinglar. Yoshligingizni, umringizni nimaga sarf qilganingiz haqida albatta qiyomat kuni so'riladi. Yoshligimizni ibodatga, dinga, Alloh yo'liga, jiddiy jahdga sarflayapmizmi kuch-quvvatimizni? Yo balkim qimorga, o'g'illikka, zinoga, fahsh, yomon ishlarga shu narsaga bag'ishlayapmizmi? Yoshligimiz, yigitligimiz, eng quvvat to'lgan paytimiz. Mana bu vaqtda qiyomat kuni so'ralamiz ekan. Fima ablahu va an malihi min ayna iktasabahu, va molni qanday kasb bilan topdi va qaysi yo'llarga sarf qildi? Mana budan so'radi. Molingizni qaysi yo'l bilan topyapsiz? Va qanday yerlarga sarf qilyapsiz? Bir inson molini haromdan topsa va uni haromga sarflasa, albatta so'roq savol qilinadi. Yoki molini halol topib, halol kasbdan topib, uni harom yerga sarflagan haqida ham so'raladi. Bir inson molni topadi, umri davomida sigaretga sarflaydi, nosga sarflaydi, aroqqa sarflaydi, zinoga sarflaydi, qimorga sarflaydi, g'iybatga, shu poraxo'rlikka sarflaydi. Bu haqida albatta javob berasiz. Molingizni haloldan topdingiz, lekin sarflagangiz harommi? Bu haqida ham so'ralasiz.